Inson bolasi Allohga itoat qilganda xotirjam bo'ladi. Allohga duo qilganda xotirjam bo'ladi. Iymonga kelib, iymonida, e'tiqodida mustaqim bo'ladigan bo'lsa, nafsida xotirjamlikni topadi. Masalan, musulmon kishi janozasiga turib namoz o'qiydi, qo'lini ko'tarib Robbisiga duo qiladi, qalbi shu bilan bo'shaydi. Ya'ni g'amini, dardini haqiqiy egasiga nima qiladi? Aytib oladi. Agar bir tekis yo'lda ketayotgan bir mashinani bir tasavvur qilsak, tekis yo'l, hech qanday bir o'ydim chuqur yo'q, pasbalatlik yo'q, mashina qiylanmasdan tekis ketadi. Mana shunga moslangan. Endi do'mlik bo'lsin, o'ydim chuqur bo'lsin, tosh bo'lsin, g'isht bo'lsin, o'rmon bo'lsin, bu mashinaning yurishligi qanday bo'ladi? Ha, yuradi u yerda, o'sha mashina. Lekin tekis asfaltda ketayotganda hech qachon bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonning qalbi Allohning zikri bilan orom bo'ladi.